do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Yamlaz Devs YouTube kanali. Xo'p, ushbu videoda bizlar qanaqa qilib Kali Linux operatsiyon tizimini shu kompyuterimizga VirtualBox mashinasi orqali o'rnatishni ko'rsatib beraman. Google'ga kirib Kali Linux deb yozsangiz o'zini ofitsial sayti chiqib keladi mana. Kali.org. Shunga kirib olamiz. Kirib olganimizdan so'ng bizga mana bunday ko'rinishdagi operatsion tizimlar ko'rsatadi. Qaysi platformaga Kali Linuxni o'rnatmoqchisan deb so'raydi. Biz o'zimizda platformamizdan kelib chiqib tanlaymiz. Hozir bizga virtual mashina uchun Kali Linux o'rnatishimiz kerak. Xo'p, pastroq tushamiz. Mana virtual mashinalar kelib chiqdi. Biz VirtualBox deganni tanlaymiz. Manda Windows hamda VirtualBox dasturini o'rnatib olganman. Agar sizda VirtualBox dasturi o'rnatilmagan bo'lsa, uni ham Google'da qidirib o'rnatib olishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda bular boshqa narsa. Hozir bularga to'xtalib o'tirmayman. Mashina olib, xullas mana hozir men o'rnatish boshlandi. Buni o'chirib qo'yaman. Tak, do'stlar, hozir men video kesib tashladim, o'rnatib bo'lindi. Ana endi mana yuklab oldim. Buni endi VirtualBoxga kirib ishga tushiramiz. New degan knopkasini bosasizlar. Bosganingizdan so'ng mana bu yerda mana turlari kelib chiqadi. Qaysi bir operatsion tizim ishlatsanglar tanlaysizlar. Mac bo'lsa Mac'da, Linux bo'lsa Linux tanlaysizlar. Endi biror bir operatsion tizim o'rnatmoqchi bo'lsanglar, misol Linux kompyuterda bo'lsanglar, Windows operatsion tizim o'rnatmoqchi bo'lsanglar, type degan joyga Windows tanlaysizlar. Biz hozir Linux tanlashimiz kerak. Endi hozir bu yerda men topib o'tirmayman, shunchaki ko'rsatib chiqaman bu yerda nimalar borligini. Sizlar shunday to'liqroq ma'lumot berish sifatida ko'rsatib chiqaman mana. Xo'p, mana bu joyga, name degan joyga biza Kali Linux deb yozsak, o'zi avtomatik mana bu yerga to'ldirib beradi. Type'da subtype'ni keyin version degan joyni to'ldirib beradi. Xo'p, Kali Linux yozdim. Endi mana bu joyda ISO image degan joyga biza ISO faylini yuklashimiz mumkin. Bu mana bu Windows uchun Linux operatsion tizimini yuklashda kerak. Hozir bizga bu shart emas. Prosta Windowsga Linux o'rnatmoqchi bo'lsanglar, mana shu yo'l orqali o'rnatasizlar. Hozir men buni zipdan chiqarib olay, Kali Linuxni. Xo'p, extract. Do'stlar, video sifati salgina bilaman. Yomonligi, ya'ni qotayotgani uchun uzr so'rayman, to'g'ri tushunasizlardan. Xo'p, bu yuklansin. Ungacha men mana bu yerda bitta narsani tushuntirib o'tib ketay. Sizda mana bu holatda bo'ladi va siz mana bu VirtualBox disk image ga o'tkazib qo'yishingiz kerak. Hard disk degan joyni. Keyin esa finish tugmasini bosing, boshqa hech nima tegmasdan. Tak, ana endi settings qismiga o'tasiz. Bundan so'ng pastga tushasiz, mana bu storage qismiga. Controlli SATA degan joy bor. Bu yerga yuklamaysiz. Bu joyga o'sha avval aytganimdek Windows Linux o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mana bu ISO faylni biriktirib qo'yasiz va start bosgan vaqtingiz ishga tushadi. Avtomatik yuklanish boshlanadi. Men hozir mana ko'rsatib beraman. Bu yerga yana siz Kali Linuxni o'rnatib qo'ying. Agar Kali Linuxda o'sha o'zini faylni o'rnataman desangiz, xatolik beradi sizga. Chunki turi birinchidan bu fayllar turi mos kelmaydi bir-biriga mana. Bu ISO fayli so'ramoqda sizga. DI fayl yuklayapsiz. Xo'p, keyin mana bu joyda Kali Linux VDI turibdi. Mana shuni o'zgartirib qo'yishingiz kerak. Hozirgi faylni o'rnatib start bosamiz. Bu
bu salgina vaqtingizni olishi mumkin yuklanish jarayoni. Hamma kompyuterda har xil ishlaydi, xarakteristikasiga qarab. Xo'p, bosh mana bunday narsa chiqadi. ISO fayli so'raydi. Sabab bunda yuklanmagan o'sha o'zini fayli. Mana bu joyda mana o'rnatdim. Mana endi men OK ni bosib qayta ishga tushiraman. O'sha faylni yuklab qo'ydim men o'zi. Endi startda bosgan vaqtda hozir menda o'sha xatolik bermaydi. Fayl yukla degan narsani so'ramaydi menda hozir. Biroz kutib turamiz. Mana yuklandi. Kali Linux chiqdi. Hop, X'da bosasiz, mana shu joyga bitta enter bosib qo'ysangiz, yuklanish jarayoni boshlanadi. Capture degan knopkani bosing. Kesel yonidagi, hop. Yana bosamiz. Hozir bo'ldi, yuklanish jarayoni boshlandi. Ishga tushirilmoqda do'stlar. Kompyuter biroz silabiy bo'lgani uchun buni ochishda qiynalmoqda. Bir tomondan ham video olaman, shuni hisobiga sal qotmoq ekandir. Keyin buni o'lchamini mana bu joydan o'zgartirishingiz mumkin. View qismida. Yaxshi ishga tushmoqda. Login so'radi. Kali yozdim. Login degan joyga. Kali yozib enter bosgandan keyin mana bu oyna ochiladi. Mana endi bu joyga bizlar xo'p login bilan password so'raydi. Tepaga kali yozib, pastga 1 yozdim. Login qilib ko'raman. İşledimi yo'qmi? Yo'q, ishlamaydi. Tak. Ana ko'rdinglar. Xatolik berdi, parol xato berdi. O'zini paroli Kali. Loginga ham, parolga ham Kali deb yozasiz, keyin ochiladi. Mana do'stlar, ko'rgan bo'lsanglar, o'sha biza plastik Kali Linux'da o'rnatib bo'ldik. Hozir mana dastur ishga tushdi. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q, ko'rdinglar. Oson. Mana Kali Linux operatsion tizimi. Bu ko'proq kiber xavfsizlik, pen testing jarayonlarini o'tkazuvchi ethical hakerlarga kerak. Anchagina foydali dastur hisoblanadi. Plastik kiber xavfsizlikda ko'pchilik mana shundan foydalanadi. Mana hozir biz kirdik, Kali Linux quyidagi Pashti shu Linux operatsion tizimi bilan bir xil, SMD'larda ham bir xil. Linuxni bilsangiz bunda umuman qiynalmaysiz. Faqat bu kengaytirilgan dastur, imkoniyatlari buniki anchagina keng. Shunisi bilan zarur turadi. Istagan biror bir narsani analiz qilishingiz, trafiklarni tahlil qilishingiz, pen testing jarayonlari bor. O'shalarni qilishingiz mumkin. Mana bu fayllar hozir ko'rsataman.
Linux fayli. Hop, desktopda hech nima yo'q. Kompyuter qismida mana disklar. Yaxshi. Video tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyin mana bu joyda biz kompyuterimizning ishlashini, ya'ni RAM, protsessorlarini o'sha ko'rib turishimiz mumkin. Qanday jarayon bo'layotganini. Mana hammasi ko'rsatib turadi foizlargacha. Task Manager'da qit'asi. Tak, bu yerda kalendar. Bu yerda shu virtual mashinani o'zgartirishimiz mumkin, o'lchamni. Oynasini mana nastroylarga o'tishimiz mumkin. Keyin va asosiysi terminal. Terminalni ham ochib ko'rsataman. Parol so'radi. Parolga hop kali yozamiz. Hozir biroz kutamiz. Ochiladi. Tak. Va mana ls yozamiz. Qanaqa papkalar borligini ko'ramiz. Biz joyda turganimizni ko'rib olamiz. Holot degan ls papkasida turgan ekanmiz. Video foydasi tekkandan xursandman. Shu joyda videoni yakunlayman. Kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosib, izohlarda fikringizni qoldirishni unutmang.